Mani 1 million obunachim yo'q. Lekin 1 million obunachisi bor blogerlardan farqli $1 million aktivlarim bor. U aktivlar uy, mashina va biznes ko'rinishida va buni hammasiga blogimni orqasidan erishganman. 3 ta Dubayda uyim bor. 5 yillik ichida blogim orqasidan erishgan narsam Tesla avtomobili va eng muhimi mani 3 ta biznesim bor. 21-yilda Dubayga kelganimda digital marketing, ya'ni SMM kompaniyamga Dubayda asos solganman. Undan oldin oddiy SMMshik bo'lib ishlaganman. Undan keyin Dubayda ko'chmas mulk yo'nalishini o'sha yilni o'zida boshlaganman va hozirda o'zimni Dubayda ko'chmas mulk agentstvam va 20 tadan ortiq agentlarim bor va Toshkentda mana shu bizneslarimni filiallari va undan tashqari Studio 7 brendi ostida studiyam bor. Bular hammasi mana Instagramimni orqasidan erishgan yutuqlarim. Bunaqa yutuqlarga, $1 million aktivlarga erishish uchun 1 millionta podpисчик emas, maqsadli podpисчикlarimiz, maqsadli auditoriyamiz bo'lishi kerak. Va men sizga o'zimni mana shu yo'limdan kelib chiqib har bitta qadamimni etapma-etap вообще Instagramni pul istochnigiga aylantirish uchun etapma-etap har bitta qadamni aytib beraman. Bu darsni ko'rib siz qaysi yo'nalishda bo'lishingizdan qat'iy nazar, SMMshikmisiz, mobilografmisiz, advokatmisiz, magazinlaringiz bormi, umuman ahamiyatga ega emas. Bu tizim hamma yo'nalishlarga tushadigan poetapniy tizimimni sizga aytib beraman. Siz bu videoda o'zi tushunib yetasiz. Ijtimoiy tarmoqlaringiz nimaga sizga pul olib kelmayapti yoki olib kelyapti-yu siz xohlayotgan darajada emas, qatida siz qaysi etapda siz katta pul yo'qotyapsiz. Mana shu polniy tizimimni o'rganib olasiz va o'zingizga prosta qo'llasangiz, sizni ham Instagramingiz sizga millionlab pullar olib kelishi boshlaydi. Boshladikmi? Demak, ijtimoiy tarmoqlar deganimizda, ya'ni Instagramdan daromad deganimizda bizda juda ham ko'p sohalarni miksi bor. Mana bu yoqda prям ko'rsatib qo'ydim qaysi sohalar aynan ijtimoiy tarmoqlarda aktual. Demak, Instagramimizni yurg'izishimiz uchun bizda SMM, mobilografiya, shaxsiy brend, sun'iy intellektlar, hozirgi kunda sun'iy intellektlar, zapusklar va sotuvlar. Mana shu etaplari bor. Siz hozir o'zingiz tushunib olishingiz kerak qaysi etapdasiz. Demak, bu etapni tushunib olishingiz uchun men sizga hozir bu bo'yicha именно birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa har bittasi nimaligini tushunib olishingiz kerak. Birinchi etapimiz bu, siz qaysi biridasiz hozir o'zingizni anglab yetishingiz. Demak, qaranglar, bizda protsess bor va protsessdan keyingi rezultatimiz bor. Ya'ni oddiy tilda aytadigan bo'lsak, Instagram sahifamizni ochamiz, uni yurg'izamiz. Biza xohlaymiz, agar bloger bo'ladigan bo'lsak, bizga barterga reklamalar tushishi boshlaydi birinchi, keyinchalik o'sha pulga reklamalar olishi xohlaymiz. Lekin buni tizimlashtirmasak, o'sha darajagacha yetib kelish qiyinroq bo'ladi. Yoki siz, допустим, birorta ekspertsiz, SMM shiksiz yoki mobilografsiz, lekin qaysidir etapda to'xtab qolgansizda, kerakli darajada proyektlar topa olmayapsiz yoki odamlarga bilim berib o'zingiz zapusk qilib daromad topa olmayapsiz. Mana shu protsessni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, qarang, ikkitaga bo'lib qo'yganman: rezultat va protsess. Bizda Instagramni ochdik, blogimizni boshladik.
Endi определенный xohlagan qaysi nuqtaga yetib kelishni xohlayapmiz. Birinchi o'rinda siz o'zingizga savol berishingiz kerak. Men bu blogni yurg'izib nimaga erishmoqchiman? Agar shu savolga javob bermasangiz, blog boshlaysiz, maqsadingiz yo'q, qayerga ketayotganingizni bilmaysiz, 1 oy yurg'izasiz, hop 2 oy yurg'izasiz. 3-oydan o'sha sizga blogingiz pul olib kelishni boshlamasa, dalsha yurg'izgingiz kelmaydi, o'sha motivatsiyangiz bo'lmaydi. Nima qilaman? Shuncha vaqtimni ketkazib, agar blogim menga pul olib kelmaydigan bo'lsa degan tushunchaga kelasiz. O'shaning uchun demak qaranglar, bizada konечный rezultatimiz bu shaxsiy brend. Ya'ni odamlar shaxsiy brend, SMM, mobilografiya hammasini mix qilib tashaganda, qaysi biri o'zi nima konkretniy tushunchasi yo'q. Demak, личный brend, ya'ni shaxsiy brend bu bizani prosessimizdan kelib chiqadigan rezultatimiz. Ya'ni bu rezultat. Men blog ochdim. Men Enfurkatovnaman. Men сразу shaxsiy brend bo'lib qolmayman-ku. Ya'ni meni proses kutyapti. Meni odamlar shaxsimni tanishni boshlagandan keyin men o'sha blogim shaxsiy brendga aylanadi. Men o'zimni shaxsiy brendimni yaratishim uchun, ya'ni shaxsiy brendim bu meni rezultatim. Men o'zimni shaxsiy brendimni xohlayapman. Bu biza ijtimoiy tarmoqlarni yurg'izadigan prosesimizni rezultati bo'ladi. Bu shaxsiy brend. Proses bu kontentga teng. Biza ijtimoiy tarmoqlarda kontent olib borishimiz kerak. Kontent olib borishimiz uchun, demak, tushunyapsizlar, Instagram ochibamiz, blogimizni ochibamiz, biza rezultat sifatida shaxsiy brendimiz bo'lishini xohlayapmiz. Uni keyin o'sha shaxsiy brendni qanaqa turdagi shaxsiy brend, qanaqa pul olib keladigan shaxsiy brend, ularni ham etaplari bor. No rezultat biza shaxsiy brend xohlayapmiz. Misol uchun Dubayda uy deganda odamlar birinchi o'rinda meni esga olishini xohlayman. Men shunaqa shaxsiy brend xohlayman va shunaqa shaxsiy brendga men o'sha erishdim. И shuni hozir primerida ham sizlarga aytib beraman. Demak, proses, ya'ni yo'l shaxsiy brendga kelishimiz kerak bo'lgan jarayon. Proses bu jarayonimiz. Demak, biza kontent olib borishimiz kerak. Kontentni olib borishimiz uchun bizaga SMM birinchi o'rinda SMM bilimlari kerak bo'ladi. Ya'ni SMM deganda ijtimoiy tarmoqlarni qanaqa ochish, blogga qanaqa yurg'izish, qanaqa kontent turlarini olib chiqish, ekspertniy kontentmi, live kontentmi? Ya'ni SMM nimaga javob beradi? Polniy ijtimoiy tarmoqlarimizni olib borishimizga. Kontent maqsadli auditoriyamizni aniqlash, biza kim uchun kontent olayotganimizni, nima uchun kontent olayotganimizni, qaysi vaqtda chiqarishimiz kerak, qanaqa описание yozishimiz kerak, qanaqa, допустим, stilda chiqmoqchimiz, qanaqa vizuallar qilmoqchimiz. Bularga hammasiga SMM javob beradi. Ya'ni SMM bilimlari sizga ijtimoiy tarmoqlarni to'g'ri yurg'izishingizda yordam beradi. Keyingi etapimiz bizada mobilografiya. Ya'ni mobilografiya bu mobilная съемка и монтаж. Ya'ni siz kontent g'oyalar qildingiz, bu SMMga tegishli. G'oyalarni qildingiz, endi u g'oyalarni siz syomka va montaj qilishingiz kerak. Bu o'sha mobilografiyaga tegishli etap. Ya'ni mobilografiyada siz o'sha, допустим, videoni qanaqa hook bilan boshlaysiz, nima zaголовокda nima deb gapirasiz, qanaqa auditoriyani ushlab qolasiz, вообще syomkasini qanaqa turda qilasiz, ko'chada olasizmi, uyda olasizmi, mana shunaqa professional, допустим, ofisingizda olasizmi, studiyangizda olasizmi? Ya'ni полный sizni g'oyangizni realizatsiyasi, ya'ni syomkasi
polностью syomkasi va polniy montaj qilib SMMga topshirilishi. SMM уже publikatsiya qiladi. Ya'ni publikatsiyasi o'sha videoni syomka montaji mobilografiyaga kelib taqaladi. U videoyimizni Instagramga, ijtimoiy tarmoqlarimizga chiqishi bu уже SMMga kelib taqaladigan narsa. Hozir bizning hayotimizga sun'iy intellekt kirib keldi va ijtimoiy tarmoqlarni yurg'izish sun'iy intellekt bilan yanada osonlashdi. Oldinlari men mana shunaqa video olish uchun, sizlarga prezentatsiya qilish uchun, bilasizlarmi, kamida 2 kun prezentatsiyani ustida ishlardim. Prezentatsiyani qilib olishga. Hozir sun'iy intellekt yordamida 15 minutda mana shu prezentatsiyamni o'zim hech narsa qilmagan holda 15 minutda tayyorladim. 2 kun ketadigan narsa bizda сокращение bo'lib, уже 15 minutga yetib keldi. Bu imенно sun'iy intellektlarni kuchi. Xuddi shunaqa hozir sun'iy intellektlar bizda SMMga ham juda ham kuchli привязанный, mobilografiyaga ham juda ham kuchli привязанный narsa. Ya'ni sun'iy intellekt SMM uchun biz g'oyalarimiz uchun ishlatamiz, biz допустим обложкаlarimiz uchun ishlatamiz, описаниyalarimizni yozish uchun sun'iy intellektlardan, ya'ni ChatGPTdan va boshqa sun'iy intellektlardan foydalanamiz. Mobilografiya sifatida biz montajlarimizda sun'iy intellektlardan foydalanamiz. Va hozir shunaqa kunga yetib keldikki, именно SMM bilan mobilografiyani prakticheski bitta sun'iy intellektni o'zi qoplab oladi. Ya'ni sun'iy intellektlardan yaratilgan personajlar bilan biz blog ochibamiz. Biz blogimizni yurg'izamiz, syomkasi уже kerak emas. Montajlarini o'zimizni g'oyamizni sun'iy intellektlar yordamida qilamiz. Sun'iy intellektlar olib boradigan Instagram sahifasini ochibamiz va bu narsa bizga уже pul olib kelishi boshlayapti. Va men hozirda eksperiment o'tkazibman sun'iy intellektlar bilan. Sizlar bilan ham hozir bu eksperimentimni bo'lashaman. Demak, sun'iy intellekt bizga hozir har bitta etapga va alohida sun'iy intellekt sifatida kerak bo'lyapti. Bu har bittasi etap. Ya'ni birinchi etap bu blogimizni ochib SMM yurg'izishimiz. Ikkinchi etapimiz bizda mobilografiya, bizning chiqadigan kontentimizni syomka va montaji. Uchinchi etapimiz bizda sun'iy intellektlar yordamida siz o'zingizni ko'rsata olmasangiz ham, o'zingiz chiqa olmasangiz ham, o'zingizni produktingizni har xil personajlar bilan hozir ko'ryapsizlar, seriallar chiqib ketyapti, multiklar chiqib ketyapti. Xullas, yo'q narsani o'zi yo'q sun'iy intellektlarda hozirgi kunga. Xo'p, bu har bittasi bizani demak jarayonimiz va bu jarayonimiz bizga rezultat sifatida shaxsiy brendimizni yaratib beradi. Xo'p, endi shaxsiy brendimiz bizga pul olib kelishi uchun, shaxsiy brendimiz bizga Instagramdan produktimizni yaratib sotuvlarga olib kelishi uchun biz qanaqa bilimlarga ega bo'lishimiz kerak? Keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi etap bu bizda zapusklar. Mana bu etapimiz. Zapusklar etapimiz. Demak, biz ijtimoiy tarmoqlar ochdik, jarayonimizni o'rganib oldik, shaxsiy brendimizni rezultat sifatida yaratdik. Endi odamlar bizani azkincha bo'lsa ham biladi. 1000 ta, 2000 ta, 5000 ta, 10000 ta odamimiz bor. Уже mana shu etapda biz sotuvlarni qo'shsak bo'ladi. Ya'ni biz produkt yaratamiz. Bu produktimizga zapusk qilamiz va zapuskimiz bizga sotuvlar olib keladi. Juda ham oson tilda
hozir bitta primerda keltiraman. Hozirgi kunga eng oson qilsa bo'ladigan narsa. Bitta ijtimoiy tarmoq ochasiz. Primerda ko'rsaman, hozir to'xtab turinglar. Chuqurlashib ketmang srazu. Demak, produkt yaratdik. Siz endi o'zingizga savol bering. Mani shaxsiy brendim bor. Men qanaqa produkt qilsam bo'ladi? O'zimni shaxsiy brendim uchun sizga nima to'g'ri keladi? Nima sotgingiz kelyapti? Odamlarga bilim sotsangiz bo'ladi, ekspertnostingizni sotsangiz bo'ladi, konsultatsiyalar sotsangiz bo'ladi, tovarlar, uslugalar, o'zingizni bloger sifatida reklamalaringizni, barterlaringizni sotsangiz bo'ladi. Sizga imенно produkt sifatida nima tanlaysiz? Mana shu savolni o'zingizga bering. Qanaqa produkt yaratasiz shaxsiy brendingizga? Undan keyin zapusk. Zapusklarda bizda уже полный sistema ishlaydi. Zapusklarda biz mana shu produktni ommaga olib chiqib, tanitib, loyalnostini oshirib, ishonchini oshirib, odamlarni sotib olishiga olib keladigan jarayonimiz bu zapusk bo'ladi. Har bittasini ichida juda ham chuqur bilimlar yotibdi. Siz misol uchun mobilografiyaga o'qigan bo'lishingiz mumkin, alohida, yoki может быть sun'iy intellektlarga alohida o'qigan bo'lishingiz mumkin, yoki SMM ga alohida o'qigan bo'lishingiz mumkin. Sizga umumiy sistema yetmayapti. Bitta mijozim точно xuddi shu narsani so'radi. Maryam, men SMMda o'qiganman, lekin proyektlar bilan ham ishlab ko'rdim. Keyingi etapga o'tolmayapman. Nima qilishni bilmayapman deyapti-da. Keyingi etapimiz bu produkt yaratib, zapusk qilib, zapuskka orqasidan katta pullar topishimiz. Tushunyapsizlar? Demak, biz endi zapusk qilamiz. Zapusk qilganimizdan keyin biz katta daromadlar olishni boshlaymiz o'zimizni yaratgan produktimizdan. Xo'p, endi misolga o'tamiz. Demak, qaranglar. Menda уже hozirgi kunga 4 ta ijtimoiy tarmoqlarim bor. Va bu ijtimoiy tarmoqlarni ko'pi 3tasi 2021-yildan beri yurg'izilib keladi. Va bittasi, mana bunisi eksperiment uchun ochildi. Ochilganiga 2 haftami, 3 hafta bo'ldi. Sizlarga hozir tushuntirib beraman. Bu stranitsadan qanaqa zapuskgacha olib kelishim poetapni sizlarga aytgan narsalarimni tushuntirib beraman. Demak, qaranglar. Bittasini 4 talasidan bitta usta yaxshi proyektimni misolida ko'rib chiqamiz. Misol uchun Safe Properties, ya'ni hozirda Dubayda Safeas Real Estate ko'chmas mulk agentstvam bor. Demak, buni rezultati shaxsiy brend bu Dubaydagi uylar. Ya'ni odam Dubayda uy olmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda mani eslasa, bu уже mani shaxsiy brendim degani. Ya'ni Furqatovna yoki Safe Properties Maryam Dubayda uy sotadi. Kimdir misol uchun o'rtog'idan so'rasa, Dubaydan uy olmoqchi edim desa, ular уже mani ijtimoiy tarmoqlarimni bilgani uchun Maryamga murojaat qilgan, Maryamdan olsang bo'ladi, o'zini agentstvasi bor. Ya'ni odamlar men haqimda уже informatsiya bera oladi. Bu meni imенно Dubay ko'chmas mulk agentstvam uchun yurg'izadigan stranitsam. Qaranglar, bu yerda hozirgi kunga 62 mingta obunachi bor. Bu juda ham qiyin nisha. Qiyin nisha deganimda 60 mingta живой auditoriya yig'ish qiyin bo'ladigan yo'nalish. Chunki hamma ham Dubayda uy ovurmaydi-ku. Tim bo'li O'zbekistonda o'zbekchada yurg'izaman bu stranitsani. 62 mingta живой obunachilar mendan qachondir uy oladigan auditoriya. Mana уже bu shaxsiy brendim, bu meni rezultatim. SMM bu yerda qatida SMM.
Mana bu nazvaniam, bu SMM. Mana galochkam, bu SMM. Mana bu yerda profilimning shapkasida yozilgan narsa, bu SMM. Mana bu avatarkam, bu ham SMM. Mana bu yerda aktualnilarim, bu yerda nima yozilgan, ichida nimalar bor, qanaqa storieslar olib boraman, storieslarga qanaqa temalar olib chiqaman, men sotuvga olib kelishi uchun. Bu hammasi SMM. Mana bu yerda pastida chiqadigan videolar 50% SMM, 50% mobilografiya. Ya'ni buni g'oyasi, buni publikatsiyasi, buni opisaniyasi bu SMM. Syomka va montaji bu mobilografiya. Bu hozirgi ko'rib turgan narsalarda bitta dona soha emas. Bu yerda bir nechta soha yashirilgan va mana shu soha hammasi bir-biriga взаимосвязанный. Birisiz biri ishlamaydi. Bu hammasi digital marketingga to'g'ri keladigan sohalar. Demak, и plus buni hammasida sun'iy intellekt, конечно же, qatnashgan. Buni yozishimda ham sun'iy intellekt yordam beradi. Mana bu videoyimga chiqadigan g'oyalarda ham sun'iy intellekt yordam beradi. Ichida montajida bir ikkita svязкаlarda sun'iy intellekt полностью yordam beradi. Bu stranitsaga reklamalar yoqilishi, blogerlarning привлеченияsi, bu hammasi SMM. Rezultati shaxsiy brend. Endi produkt, zapusk va sotuvlar qatida sizga tushuntirib beraman. Demak, produkt deganimizda mana shu stranitsamda ikkita produktim bor. Birinchisi Dubaydagi uylarni sotuvi. 90% bu stranitsam Dubayda uy sotish uchun qilingan. Ya'ni mani produktim bu Dubaydagi uy. Va plus 10% bor yo'g'i agentlarni обученияsiga qaratilgan. Ya'ni bu stranitsamni yurg'izib, men o'zimni Seyfas ko'chmas mulk agentstvamga ham agentlar o'qitib tayyorlayman. Чтобы menda ishlab qolishi uchun. Chunki agentство без agentov nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Один в поле не воин. O'shaning uchun, demak, menda bu stranitsada ikkita produkt. Bittasi Dubayda ko'chmas mulk, ya'ni Dubaydagi uylar, uni sotuvini qilaman, plus обучениялаrimni. Dubay ko'chmas mulk bilan bog'liq обучениялаrimni sotaman. Ya'ni ikkalasi ham bir xil yo'nalishdagi produkt bo'lishi kerak. Xo'p, endi produktni tushunib oldik. Zapusk va sotuvlar. Zapuskga kelganda, misol uchun, men zapusk qilishim uchun aytaylik, обучение ochivaman va 10 ta student olaman. Обучением aytaylik $500 dan. Dubayda ko'chmas mulk agenti bo'ladigan обучение 10 ta student olmoqchiman. Endi men zapusk qilaman. Ya'ni zapusk jarayonida men o'sha auditoriyamga kursda borishim kerak. Rezultatlarni, nech pul topishimni, qanaqa sotuvlar qilishimni, ya'ni prosta men обучение ochdim desam, hamma kelib menga yozilib обучение oladi degani emas. Ya'ni zapusk jarayonida men sotuvlarga olib keladigan kontent olib borishim, progresslar, storieslarda va lentada. Misol uchun, ulardan bitta misol keltiraman. Допустим, mana bu meni agentim. Kontent sifatida, g'oya sifatida sotuvga olib keladigan ya'ni zapuskimni kontenti. Mana bu agentim. Mana shuncha vaqt ichida, misol uchun 21 kun ichida mana shunaqa Dubayda birinchi uyini sotdi yoki 3 oy ichida Dubayda birinchi uyini sotdi va $5000 komissionniy topdi. Sizlar ham shunaqa Dubayda eng kerakli sohani, eng topoviy sohani egasi bo'lishni xohlasangiz, mani обучениямdan o'tib,
manda agent sifatida ishlab qolishingiz mumkin. Ya'ni bu zapuskimni jarayonidan bitta primer. Bu polностью zapusk o'sha. Tushunarli, produktim bor. Misol uchun produkt bu обучение, agent bo'lish обучениесі. Zapusk bu kontentlarda men уже rezultatlar ko'rsatishim. Mana men bu agent mana bunaqa sotuv qildi, mana bunaqa komissiya ishladi yoki men bir oy ichida 10 ta sotuv qildim. Mana shunaqa millionni сделка yopdim. O'zimni ko'chmas mulk agentvamni ochdim. Ya'ni mana shu rezultatlar bizani zapuskimizni jarayoni. Tushunarli? Mana shu zapuskimiz bizga sotuvlarni olib keladi. Bitta odam qo'yiladi, полностью informatsiya, ya'ni sotuv menejeri. Stranitsaga sotuv menejeri qo'yiladi. Полностью unga tushuntirasiz, sizda qanaqa produktingiz qanaqa ishlashi, nima o'rganishi, qanaqa rezultatlarga chiqishi. Sotuv menejer o'zi sizni produktingizni sotadi. Tushunyapsiz-a? Demak, bu hammasi bitta stranitsada qaysi soha nimaga javob berishi. Endi yangi produkt. Bu ko'chmas mulk misolida edi. Endi sizga hozirgi современный, aktualniy misolda, yana bitta misolda keltiraman. Endi sizlarga hamma narsani noldan qilsa bo'lishini isbotlash uchun naskолько mana shu tizimim ishlashini, qanchalik bir-biri bilan bog'liqligini ko'rsatib berish uchun yangi stranitsa ochdim. Chunki aytishinglar mumkin, Mariya, bu stranitsalaringizni siz уже 5 yildan beri olib borasiz. Конечно, sizga pul olib keladi bu stranitsalar deb aytishinglar mumkin. O'shaning uchun men bu sistemani noldan qo'llash uchun yangi stranitsa ochdim. Bunga endi qanaqa produkt kiritaman, qanaqa bundan daromad topaman, sizlarga hozir aytib beraman. Demak, buni ochganimizga bukvalni menimcha 3 haftachalar bo'ldi. 3 haftani ichida biz stil tanladik va o'sha stilda kontent olib boryapmiz. Furkatovna AI stranitsasini ochdik. Bu yerda самое главное meni yuzimni tanilishi. Demak, в итоге bu stranitsa meni katta обучениямga yanada ko'proq studentlarni jalb qilishda yordam beradigan stranitsa. Chunki meni yozda masshtabniy zapuskimda mana shu hozir aytib o'tgan etaplarim Instagram, blog, content, SMM, mobilografiya, shaxsiy brend, sun'iy intellektlarni noldan mana shunaqa tizimlashtirib pul olib keladigan darajasiga olib kelish, zapusk, produkt yaratish o'zingizni stranitsangiz uchun, uni zapusk qilish, uni sotuviga olib kelish. Ya'ni bozordagi hamma bilimlarni bitta обучениеda ololadigan kursim ochiladi. Отдельно SMM shikliga, отдельно borib sun'iy intellektlarni o'rganib, o'zim borasiz $200 sun'iy intellekt o'rganasiz, borasiz $200 mobilografiya o'rganasiz, borasiz boshqa joyda tam $600 SMM o'rganasiz, borasiz tam $400 zapusklarni o'rganasiz. И в итоге hamma joyda har xil informatsiya sizning miyangizda kasha bo'lib ketadi. Menda bitta обучениемda bu hammasi tizimlashtirilgan, qaysidan keyin qaysi nima qilishingiz kerakligigacha o'rgatiladi. Ya'ni bizda o'qiganlar o'sha boshqa joyda bilim qidirishmaydi. Har doimgidek eng zo'r produkt bozordagi kimda? Furkatovnada. O'zimni ham maqtab qo'ying. Xo'p, endi qaranglar, bu yerda Furkatovna AI stranitsasini ochdim. Bu stranitsaga men rezultat sifatida nima qo'ydim? AI produktimni sotuvi. Ya'ni bu podkast stilida olib borilyapti. Birinchi meni produktim bu hozirda o'zim podkast bo'lib chiqyapman. Keyinchalik men bu yo'lga bunga har xil blogerlarni AI ga taklif qilib, ularni
sun'iy intellekt versiyasi bilan birga kontent yarataman. Ya'ni bu kontent chiqishida mani ham vaqtim ketmaydi. U blogerlarni ham vaqti ketmaydi. Blogerlarni bitta rasmi bo'ldi, yetadi. Ularni roziligi va ularni rasmi. Mani bu kontentimda chiqishi uchun, ya'ni mani AI avatarim bilan blogeri AI avatari o'tirib podkast qiladi, bir-biri bilan gaplashadi. Har xil temalarni, sotuvlarga olib keladigan temalarni gaplashib, menga sotuvlar olib keladi. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa produkt bo'ladi bu stranitsada. Xo'p, biznesga, AI ga, mana shu sotuvlarga oid kontent olib boriladi. Demak, produkt tushundinglar. Birinchisi bu podkastlar. Keyinchalik blogerlar zo'r ahvatliga chiqib olganimizdan keyin blogerlar ko'rishi boshlaydi. Уже bizani AI stranitsamizda o'zini AI avatarini sozdать qilib, bizada podkastga chiqish uchun bizaga pul to'lashga tayyor bo'ladi. Ya'ni biz ularga shunaqa AI podkastlar, videolar qilib beramiz. Ularni pri этом hech qanaqa vaqti ketmaydi. Vaqti ketmagan holatda prosta bizga pulini to'laydi, qanaqa tema chiqishi kerakligini aytadi. Всё. Vaqtini o'zini ishiga, o'zini biznesiga sarflaydi, bizga pulini to'laydi, biz podkastlarini chiqarib beramiz. Bu narsa yaxshigina daromad olib kelishi boshlaydi bizga. Undan tashqari, bu stranitsa orqali AI mini produkt yaratib, uni sotuvi. Ya'ni, допустим, bu AIda hamma odam ko'rib turibdi. Ko'pchilik живой deb o'ylayapti. To'g'risini aytaman, stranitsani ko'rib, даже AI ligini bilmayapti odamlar. Buni AI ligini tushunib yetgandan keyin bu yoqda mini produkt yarataman. Ya'ni pul tomib turishi uchun mani komandamga oyliklar berishimga pul tomib turadigan kichkina mini produkt. Ya'ni hali blog kichkina bo'lgani uchun mini produkt yarataman. Ya'ni videolar qilyapman, AI dan bilimlarim bor, shunaqa podkast videolar chiqaryapman. Уже bitta gruppa ochaman platniy, misol uchun $30 yoki $50 bo'lishi mumkin u gruppam. Mana shu gruppamga запуск qilaman. Ya'ni produktim bor, bu обучение. AI dan mana shunaqa videolarni yaratish обученияsi. Bor yo'g'i $50, qatta qolib ketmaydi. Bunaqa bilimlar uchun degan tematikada запуск qilaman. Storieslarida, katta ahvatlarda, reelslardan ahvatlar yig'ib odamlar olib kelaman, storieslar orqali sotaman. Запуск o'zi shunaqa ishlaydi. Ahvatlar odam olib keladi, reelslar odam olib keladi, storieslar sotadi. Bu запускка qismi. Demak, запуск qilaman va в итоге mani продажalarim, mani sotuvlarim mana shu gruppaga обучение olgan odamlar bo'ladi. Ya'ni bu stranitsadan ham pul qilaman. Instagramda hamma narsadan pul qilsa bo'ladi. Самое главное, mana shu bilimlarga ega bo'lib olishingiz va o'zingizni stranitsangizni pulga konvertatsiya qilishingiz. Endi menga yozib qoldiring. Bu videoni qayerda ko'ryapsiz? Kommentariy yozish joyi bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiring. Siz qaysi etapda qotib qolgan ekansiz? Qayerdaligingizni tushundingizmi? Va qaysi bilimlarga yana doполнительно ega bo'lib olib, o'zingizni produktingizni sotuvini oshirishi tushunib oldingizmi? Menga shu narsa juda ham muhim. Если что, direktga kirib, menga direktga bo'lsa ham yozing. Sizlardan обратная связь kutib qolaman. Naskолько sizlar uchun bu stranitsam, bu videoyim foydali bo'ldi. Men sizlar bilan bilimlarimni просто так bo'lishganimdan mazza qilaman. To'g'risi, men o'zi juda ham sevadigan ishim bu odamlarga bilim berish, odamlarga dars berish. O'shaning uchun men lично mazza qildim. Siz ham agar mazza qilgan bo'lsangiz, reaksiya qoldirib qo'ying.